Assalamu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar mahlamni yoritgan Ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir dehqon bir o'shki bilan eshak beqibdi. Eshakni bo'lsa bozordan setib olgan sifatli yam-qashaklar bilan beqib, biroq o'shkini tog' bag'riga o'zi o'tlab kelishga qo'yib beribdi. O'chga bunda adil bo'lmagan muomalaga norozi bo'lib, agar eshak og'rib qolsa, u yeydigan yaxshi yam-qashaklarning hammasi mening bo'ladi deb o'ylabdi. O'chki ko'nglida cho't soqibdi va eshakka debdi: "Sen kun bo'yi mushundoq jafoliq ishlaysan. Sana bakichim og'riydi-jmi? Birdam tugman cho'riysan, birdam eg'ir yuklarni to'shiysan. Ey, yalg'ondan bir haqitdim yetib olsang bo'lmamda. Ha?" debdi o'shga. O'chga aslida agar iyam eshakning yolg'on yetib olganini bilib olsa, eshakka hargiz ishonmaydi. U holda yaxshi yam-qashakning hammasi mening bo'ldi deb o'ylagan ekan. Eshak o'chkining deginiga qo'shilibdi. Amaliyoti bo'lsa-mu putlashib, yiqilib, ig'ir yaralanib qopolmabdi. Dehqon oltirab tinab doktor chaqirib kelibdi. "Qarang doktor, oilamizdagi ig'ir yenik ishlarning hammani mushu eshakka tayinib qilatdim. Eshak saqaysa bo'ladi-ku" debdi dehqon. Doktor: "Eng yaxshi amal o'chkining ish bag'rini qayintib, eshak ichiring. Buning unumi bakli yaxshi bo'ldi" debdi doktor. Degandek dehqon o'chkini o'ltirib, eshakni davolabdi. Shunda do'stlar, o'zida yo'q, ammo boshqalarda borni qo'g'lishish xo'shallik emas. O'zida borni qadrlash xo'shallikdir. O'zni boshqalarga selishtirish va hasad qilish, doim boshqalarni yaxshi deyish sizga xo'shallik emas, lekin bisimab keldi. Hasad qilish kechirgil bo'lmaydigan jinoyat. Chunki hasad qilishdan kelib chiqqan xatolikqa nisbatan shuningga yarasha javob bo'ladi. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalimizga mushtari bo'ling.